Bilasizlar, Kabatullohda xatm degan joy bor, ya'ni Ka'bani ichida o'qigan namoz bilan teng deyilgan. Mana shu yerda namoz o'qimoqchi bo'lgan insonlar videoni oxirigacha ko'rsating va yo'riqlari, qoidalar bilan ko'rsataman. Mana shunday ayollarni qizil arqoncha qilib, soqchilar olib kirib ketishadi. Faqat tanlanganlargina kiradi. Mana ko'rib turibsizlar, bu yerda ayollar hattoki kira olmayapti, chunki to'siq bor. Mana shu eshikdan, ya'ni Babul Fath, mana ko'rsataman hozir. Babul Fathdan kirasiz va hozir kirganingizda chap tarafingizda hozir qizil bilan belgilab qo'yaman. Iloji bo'lsa ana shu yerda o'tirmang, chunki u yerda yur sani xatmga olib kiraman deydi-da. Aldab ko'p ayollarni chiqarib bor tavof qil deb chiqarib yuboradi. Eng zo'r yo'li sizlarga mana shu Hijr Ismoilda, ya'ni oldi qatorda emas, orqada kutib o'tirasiz. Ertalab soat 3 da kelasiz, to'rda uje yo'llar yopiladi. Ertalab tahajjud namozi ularda to'rda bo'ladi. To'rdan keyin 6 dan keyin bomdoddan so'ng soat 7 dan 10 gacha kirgizadi. Faqat sabr qilib kutganlarnigina olib kiradi. Ayrimda mana shunaqa ayollar oradan kirmoqchi bo'ladi, mumkin emas. Sababiki avval tavof, ba'da salom deyshadi. Ya'ni birinchi tavof qilasan, keyin esa namoz o'qiysan. Chunki bu ayollar, men o'zim ham ertalab soat 3 dan borib o'tirib olaman-da. Endi birovning haqqi birovga o'tib ketadi. Shu sababdan mana shu qatorda har doim oxirroqda kirishga harakat qiling. Oldida o'tirsangiz, xatmning orqasida o'qiysiz. Oxirroqda kirsangiz, Ka'baning aynan tagida o'qiysiz. Bilasizlar, Ka'baning tagida 3 metr ichida orasida bo'lsa, ya'ni Ka'baning ichida namoz o'qigan bilan barobar. Xatmda namoz o'qimoqchi bo'lgan do'stingizga jo'nating va albatta like bosib duolaringizda meni eslab qo'yishni unutmang.